Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men qayerda turibman? Orqamdagi manzara sizlarga tanishmi? Kim eslayapti? Agar siz Farg'onalik bo'lsangiz, bu yerni juda ham yaxshi eslaysiz. Xullas, Farg'ona viloyati hokimligi tarafga ketishda yo'lning chap yuzida Farg'onadagi o'sha mashhur Detka. Nima uchun aynan men mo'ljallar bilan aniq ma'lumot beryapman? Boisi Farg'ona shahrida bunday Detkalar bir nechta bor va ulardan biri aynan mana shu viloyat hokimligiga ketishda yo'lning chap yuzida. Xullas, hozirgi paytda ayni kunlarda bu yerda ko'rib turganingizdek qurilish jarayonlari, ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Bizning qadrdon Detkamiz tez orada yangicha ko'rinishda, yangicha holatda, ta'mirlangan holatda, zamonaviy ko'rinishda farg'onaliklarga o'z ish faoliyatini boshlaydi. Gap bunda ham emas, gap boshqa narsada do'stlar. Sizlarga juda ham muhim ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Oshxonamda orqa tarafda ko'rib turganingizdek jigarrang ranglarda orqa fonimda Dekapol panellaridan o'rnatilgan. Bu nima uchun bu yerga tanlangan? Buni hozir sizlarga aytib o'tmoqchiman. Buni ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Bu oshxona do'stlar, bu yerda ovqat qilinadi, ya'ni ovqat bo'lgandan keyin namlik yuqori bo'ladi. Issiqlik yuqori bo'ladi, olov bo'ladi. Bu yerda har xil tabiiy muhit hukmronlik qiladi. Bunday paytda Dekapoldan tashqari boshqa manbalarda tabiiyki nima desa bo'ladi? Namlik yuqori bo'ladi yoki bo'lmasa o'z sifatini o'zgartirishga tabiiy ta'sirlarning kuchi katta bo'ladi. Shu sababli tabiiy ta'sirlarga eng mustahkam bo'lgan tanlov bu Dekapol panellari. Shu sababli oshxona ma'muriyati qurilish jarayonlarida e'tibor bergan bo'lsangiz, eng sifatli bo'lgan bambukdan tayyorlangan Dekapol panellardan foydalanishgan. Juda ham sifatli, uzoq yillar davomida turadi. Asosiysi tashqi muhit ta'sirlariga juda ham chidamli. Uzoqni o'ylab ish ko'radiganlar, meni uyimdagi qurilish mahsulotlari uzoq yillar davomida turishni xohlagan insonlar aynan bugungi kunda paneldan foydalanishmoqda. Albatta siz shunchaki aboydan ham foydalanishingiz mumkin yoki bo'lmasa bo'yoq bilan yaxshilab chiroyli ranglarga bo'yab qo'yishingiz mumkin, lekin tashqi ta'sirlarga uzoq yillar davomida o'zini sifatini o'zgartirmaydigan bu panellar hisoblanadi. Do'stlar, agar sizga ham aynan mana shunday panellar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali bizga aloqaga chiqinglar. Biz yetkazib beramiz, o'rnatib beramiz va albatta eng sifatli bo'lgan Dekapol panellarni bizdan xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yoki bo'lmasa bizning ijtimoiy tarmoqlar orqali rasmiy sahifalarimiz bor, ular orqali ham bizga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Eng yaxshi aloqa raqamlari hoziroq qo'ng'iroq qilib bunday mahsulotlarga buyurtma berishingiz mumkin. Rahmat.